Qor yoqqani yaxshi bo'lyapti-yu. Sal zerikarli bo'lgani yomon bo'lyapti-da. Bu Alisher aka, hali xabaringiz yo'qmi? Nimadan? Oyda oxirigacha qor yog'ib, sovuq bo'lish kutilmoqda. Ha bo'lmasam to'g'ri yelkalarimizdan mot ketar ekan bo'lsa. Yo'q, aka, yana katta yangilik bo'lyapti-yu Ishonch savdo markazida. Qanaqa yangilik bo'lyapti? 12 oylik shartnomada mebellar, yumshoq mebellarni xarid qilsangiz, mahsulot tan narxini 1 so'm ustama pulsiz berilmoqda aka. Bahorgacha yozsangiz ham yelkangiz botmaydigan holatda mebellar sotilmoqda. Shu o'zimizni uzun tumandagi ishonchami? Xuddi shunday aka. Xohlasangiz borib ko'ramiz. Yuring aka, bir tomosha qilaylik qani. Mana Alisher aka, men aytgan Ishonch savdo markazidagi turli tuman ugaloklar, kuxni mebellar, oshxona jihozlari mebellari 23, 24, 25 yanvar kunlari 12 oylik shartnoma xarid qilgan mijozlarimizga 1 so'm ustama pulsiz berilyapti aka. Olib borib berishlari ham, ustanovka xizmatlari ham, servis xizmatlari ham ichida bepul qilib beriladi aka. Nafakalari ham yo'q ichida. Hamma yo'q, qo'shimchasiga bepul bo'ladi aka. Lekin mebellar haqiqatan dahshat ekan. Yuqori kачествоda ishlangan mebellar aka. Xohlagan mebel do'konlar bilan solishtirganda kачествоsi jihatdan yuqori turadi aka bular. Buni garantiyasi ham bormi buni? Обязательно aka. Yumshoqqina ekan. Xohlagan mana kuxni nabolari ham ko'rib turibsiz. Mebellar, shkaflar, turli tuman ugaloklar hammasi 12 oylik shartnomada olsangiz 1 so'm ustama pulsiz berilyapti aka. Mana bularni ham ko'rsak bo'ladimi? Hop, mebelni qarang, mebel. Aytganingizda bahorgacha emas, yana qishgacha yotgan bo'lar ekan mebelda. Yumshoqlik. Materialga ham ahamiyat bersangiz, juda ham idealniy idealda ishlangan aka. Buni yuvsa ham bo'ladi. Ha, конечно. Yo'q. Mana bu stol usullariga hozir aksiya ketyapti hozir. Xuddi shunday Alisher aka, ko'rib turganingizdek, mehmonxona stol usullariga ham, xohlagan turdagi spalni garniturallarimizga ham hammasiga mahsulot tan narxini 12 oylik shartnomada xarid qilsangiz 1 so'm ustama pulsiz beryapti aka. Dahshat ekan bormi? Qalinligini qarang, qalinligini. Haligi kiyovligimda ham bor. Qalindan ko'ra o'tirmoqlikda. Dahshat ekan, lekin u sifati ham zo'rmi deyman, sifati. Eng yuqori dizaynda, eng yuqori kачествоda ishlangan mebellarimiz aka. Xohlagan joyingiz bilan solishtirganda eng yuqori kачествоsi faqat Ishonch savdo markazida bo'ladi aka. Yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar ham Ishonch savdo markazlariga taklif qilib qo'ygan bo'lardik. Biz kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.